Yangi O'zbekistonda yangicha tamoyili asosida o'zini o'zi boshqarish organlarining moddiy-texnik bazasi mustahkamlanib, ularga faoliyat yuritishi uchun zarur qulaylik va sharoitlar yaratilmoqda. Kogon tumanida mahalla markazining foydalanishga topshirilishi fikrimizga yaqqol misol bo'la oladi. Hozir shu haqda Mahalla mehr-oqibat ezgulik maskani, milliy qadriyatlar va urf-odatlarni ajdodlardan avlodlarga yetkazuvchi ma'naviyat beshigi hamdir. Shunga monand barcha mahallalarda yangicha yondashuv asosida ishlash tizimi tashkil etilib kelinmoqda. Kogon tumanidagi Mustaqillik mahallasida Mustaqillik mahalla markazi binosi foydalanishga topshirilganligi fikrimizning yana bir isboti. Bu mahalla ma'muriyati hamda hudud aholisi uchun chinakam sovg'a bo'ldi. Mahalla binosining tantanali ochilish marosimida tuman hokimi, mahalla uyushmasi, tuman bo'limi mas'ullari, mahalla yettiligi, keng jamoatchilik vakillari, nuroniylar hamda mahalla ahli ishtirok etdi. Tadbirda so'z olgan tuman hokimi so'nggi yillarda mamlakatimizda mahalla instituti faoliyatini yanada rivojlantirish, uni eng xalqchil tuzilmaga aylantirish borasida qator ishlar amalga oshirilayotganligiga to'xtalib o'tdi. Ushbu mahalla markazi Islom taraqqiyot banki va OPK xalqaro taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida qishloq joylarni barqaror rivojlantirish loyihasini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga asosan jami 13 sotixga yaqin maydonda 4 milliard 628 million so'm mablag' evaziga bunyod etildi. Mazkur mahalla 3 qavat hamda yerto'la qismidan iborat, asosan o'quv markazlariga ajratilgan bo'lib, unda kasbga yo'naltirish markazi va tikuv sexi, maishiy texnika ustaxonasi va yoshlar bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish markazi faoliyati yo'lga qo'yildi.